tarkibida umumiy bog'lar soni 10 ga teng bo'lgan birikmani aniqlang. Variantli birikmalarni yozib olamiz. Hammasi asosli tuziladi, gidroksid tuziladi. Undagi bog'lar sonini topish uchun strukturasini chizib chiqish kerak har birini. Yokida strukturasini chizmasdan hisoblab topsa ham bo'ladi. Odatda kislorod ekvivalentli. Kislorod ekvivalentli bo'lgandan keyin kislorodli birikmalarda hamma atomlar kislorod orqali birikadi. Shuning uchun kislorodlar sonidan kelib chiqib, umumiy bog'lar sonini topsa ham bo'ladi. Masalan, bu yerda gidroksil guruh. Gidroksil guruhda odatda ikkita qo'l bo'ladi. Ya'ni ikkita bog' bo'ladi. Ya'ni bitta kislorod bitta qo'li bilan vodorodga, ikkinchisi bilan boshqa atomga birikkan bo'ladi. Masalan, bu yerda alyuminiyga. Demak, bitta gidroksil guruhda ikkita bog' bor. Bu yerda gidroksil guruh nechta? 2 kara 2. Demak, 4 ta. 2 kara 2. 4 ta. Demak, uni yana 2 ga ko'paytiramiz. Chunki gidroksil guruhda ikkita bog' bor edi. Bitta gidroksil guruhda 8 ta. Demak, bu 4 ta gidroksil guruh. 8 ta bu gidroksil guruhdagi bog'lar soni. Har bittasi ikkitadan bo'lsa 8 ta bo'ladi. Va kislorod 4 ta. Kislorod 4 ta bo'lsa, mana shunga qo'shamiz. 4 ta kislorod bo'lsa, har biri ekvivalentli. Har bitta kislorodda ikkitadan qo'li bor. 2 ga ko'paytiramiz. 8 ta. Bu kislorod. 8 ga 8 16. Bu yerda 16 ta bog' bor ekan. Masalada 10 ta bog' bo'lsin degan. Demak, buni olmaymiz. Keyingisini ko'ramiz. Gidroksil guruhlar sonini hisoblaymiz. 2 kira 3 6 ta. Va uni yana 2 ga ko'paytiramiz ekvivalentli bo'lgani uchun. Demak, 6 ta OH har birida ikkitadan bog' bo'lsa 12 ta. Shunga qo'shamiz kislorodlarni. Kislorod ekvivalentli. 4 ta kislorod bo'lsa 2 ga ko'paytiramiz ekvivalentli. 8 ta. Bu kislorodlar. Demak, 12 ga 8 20. Demak, bog'lar soni bunda 20 ta. 10 ta bo'lsin deyilgan. Demak, to'g'ri kelgan. Keyingisi gidroksil guruhlar. 1, hech narsa bo'lsa 1 bo'ladi. 1 kira 3. Demak, 3 ta OH ekan. OH 3 ta bo'lsa, 12 ga ko'paytiramiz. Har bir OHda ikkitadan bog' bor. 6. Endi bu kislorod 4 kira 2 8 ta. 4 kira 2 8 ta kislorod bor. Har bir kislorod ekvivalentli bo'lsa, ikkitadan qo'l chiqarsa, demak 8 kira 2 16. 6 ga 16 22. Demak, gidroksil guruhlardagi bog'lar bilan kislorodlardan hosil bo'lgan bog'larni qo'shsak chiqar ekan. 22 chiqdi, 10 chiqishi kerak edi, to'g'ri kelmaydi. Endi buni ko'ramiz. Gidroksil bitta. Ikkita bog' bo'lgani uchun 2 ga ko'paytiramiz. Kislorod 4 ta. Har bitta kislorod ekvivalentli bo'lgani uchun 2 ga ko'paytiramiz, ya'ni ikkitadan qo'l chiqaradi. Har biri 8. 2 ga 8 10. To'g'ri kelar ekan. Demak, D variant to'g'ri keladi. Endi strukturasini chizib ko'ramiz. Haqiqatan to'g'ri kelar ekanmi? Alyuminiy bitta ekan, qo'yib olamiz. Oltin gurt bitta ekan, qo'yib olamiz. Alyuminiyning gidroksil guruhi bitta ekan. Gidroksil guruh metallga birikadi odatda. Demak, alyuminiyga birikadi. Bitta bo'lgandan keyin bu yoq tomonga biriktiramiz. Ya'ni oltin gurt bu yoqdan qo'yib oldi. Gidroksil guruh xalaqit bermaslik uchun bu yoqdan qo'yib olsa yaxshi bo'ladi. Mana gidroksil guruh birikdi. Ya'ni bitta qo'li bilan nimagadir birikish kerak edi. Alyuminiyga birikdi bu yerda. Alyuminiy 3 valentli. 3 valentli bo'lgandan keyin bitta qo'li ketdi. Ikkita qo'li qoldi. Mana shunda 3 valentli bo'ldi. Kislorod orqali oltin gurtga birikadi. Kislorod OH da bitta va 4 ta, 5 ta edi. Mana OH da bittasi o'ziniki ketdi, 4 ta qoldi. 4 tadan ikkitasi ketdi. Ikkita qoldi. Oltin gurtga birikadi. Kislorod ekvivalentli. 1 2 ta. Endi bog'larning sonini sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. To'g'ri keladi. To'g'ri javob D variant.